Birinchi tur 7-savol. 2023 AB ko'rinishidagi 6 xonali sonlar orasida 36 ga qoldiqsiz bo'linadiganlari nechta deyapti. Ya'ni mana shu ifoda 36 ga bo'linishi kerak. Endi 36 ga bo'linish qoidasini ishlataman. 36 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Berilgan son 36 ga bo'linish uchun o'sha sonning o'zi bir vaqtning o'zida 4 ga ham, 9 ga ham bo'linishi kerak edi. Endi 4 ga bo'linish qoidasini ishlataman. 4 ga bo'linish qoidasi berilgan sonning oxirgi ikkita raqami 0 bo'lishi kerak yoki 4 ga bo'linishi kerak. Demak, AB qanaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin? AB 0 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, 8 bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkin, 16 bo'lishi mumkin va hokazo shunaqa ketadi. Endi 9 ga bo'linish qoidasi-chi? 9 ga bo'linish qoidasi berilgan sonning raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak edi. Mana shu 2023 AB ko'rinishidagi 6 xonali sonni raqamlar yig'indisini hisoblayman. 2 qo'shilgan 0 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan a qo'shilgan b. Hisoblaydigan bo'lsam 7 bo'lar ekan, 7 qo'shilgan a qo'shilgan b ko'rinishiga kelib qolar ekan. Endi mana bu ifoda 9 ga bo'linishi kerak. 9 ga karrali bo'lishi kerak. 9 ga karrali, ya'ni 9 chiqishi, 9 bo'lishi mumkin, 18 bo'lishi mumkin. Eng qizig'i undan yog'iga o'ta olmaydi. Nimaga? A blar bizda raqam-ku. Raqam bo'lgandan keyin maksimum 9 qabul qilishi mumkin, ikkalasi ham. 9 qabul qilgan taqdirda ham bu undan keyingi 27 larga yetib bora olmaydi. Yo 9 yo 18 bo'lishi kerak. Hozir A bilan B ni o'rniga qo'ygan raqamlarimiz. Endi bu 4 ga bo'linadigan sonlar ekan. Ikkita 0 ni olib borib bu yoqqa qo'yadigan bo'lsam, raqamlar yig'indisi 7 bo'ladi. Bu o'yindan chiqib ketadi. 0 4 ni olib borib qo'yadigan bo'lsam, 7 ga 4, ya'ni nima qilyapman? Birinchi xonadagi raqamni A ni o'rniga qo'yapman, ikkinchi xonadagi raqamni B ni o'rniga qo'yapman. Bo'lmayapti. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linmayapti. A ni o'rniga 0, B ni o'rniga 8 qo'yapman. 15 bo'lyapti, to'g'ri kelmayapti. 12. A ni o'rniga, B ni o'rniga 1, ya'ni 2 ni qo'yapman. 3 10 bu ham bo'lmayapti. 16. 16 ham to'g'ri kelmayapti. 20. 20 ni olib borib qo'ysam, mana A ni o'rniga 2, B ni o'rniga 0 olib borib qo'yadigan bo'lsam, raqamlar yig'indisi 9 bo'ldi. Ya'ni 9 ga bo'lindi. Mana bu ifoda. Bu 4 ga bo'lindi. Demak, men A B ni o'rniga 20 qo'ysam bo'lar ekan. Mana 20 qo'ysam menda nima bo'ladi? 2000 bo'lmaydi endi. Uzr, bu 6 xonali son bo'lgandan keyin 202.320 soni 36 ga bo'linadi. 36 ga bo'lindi. Endi undan keyingi yana 36 ga bo'linadigan sonlarni bir chekkadan 24, 28 qo'yib chiqmayman. Mana shu son 36 ga bo'lindi. Unga men yana bitta 36 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsam, hosil bo'lgan son bo'linadi 36 ga. Oxirgi raqam bo'yicha hisoblab qo'yaveray. 20 ga 36 ni qo'shaman, 56 bo'ladimi? 56. Keyin unga yana 36 ni qo'shaman, 92 bo'lar ekan. Undan keyin 36 ni qo'shsam, ko'rinish buzilib ketadi. Mana 2023 bo'lib boshlanyapti-ku. 2024 bo'lib ketib qoladi-da, tushmay qoladi. Demak, 202.320 bor, 202.000 oxiri 56 bo'lgani bor, keyin 92 degani bor. Demak, bitta, ikkita, 3ta. 3tasi 36 ga bo'linadi. Undan keyingilari bu ko'rinishdan buzilib ketadi.